Uyghur Kişilik Hüquq Qurilishining 2023-yili 17-oktyabr e'lon qilgan Dahoning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligi bilan munosabati nomli yangi dokladida ko'rsatilishicha, Daho texnik cheklik shirkati Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni nishon qilgan ommaviy kuzatish programmalariga aktiv qatnashgan. Bu shirkat Uyg'ur rayonida hukumatning ommaviy kuzatish sistemasi va yuz tanish aslahalari bilan ta'minlagan, bularni taraqqiy qildirgan va bevosita boshqargan. Dokladdagi tadqiqotda isbotlanishicha, Xitoy doiralari Uyg'urlarni iz qo'g'lash, nazorat qilish va nishonlash uchun Daho kamerasini ishlatadi. Uyg'ur rayonidagi soqchilar Daho kuzatish kamerasi orqali Uyg'urlarni tutib turish va qo'lga olishni nishonlagan. Kamera tori agar nazorat ko'rinishlarda Uyg'urlar bayqalsa, soqchiga ogohlantirish avatish uchun tangshalgan. O'tgan hafta Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 3-komitetining Nyu-Yorkdagi yig'inida Angliya boshchiligidagi 51 davlat birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan zulmini ayblagan. BDTda Uyg'urlar uchun ovoz berayotgan davlatlarning soni oshayotgan bo'lsa-mu, lekin musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlar yo'q deyarlik. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa Apandi bu vaqtda mundaq dedi: "Bu navbatlik bu chaqiriqqa Amerika, Angliya, Kanada, Gollandiya, Norvegiya qatorli g'arb davlatlardan boshqa yana Yaponiya, Marshall orollari, Palau, Tuvalu, Fiji, Nauru qatorli Osiyo Tinch okean davlatlari imzo qo'ygan. Holbuki Albaniyadan boshqa hech qanday bir islom davlati yoki musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlat Xitoyni ayblaydigan bu bayonotga imzo qo'ymagan. Hatto 2022-yilda Xitoyni ayblab bayonot bergan 50 davlat qatoridan o'rin olgan Turkiya bilan Somaliya bu navbat bu sapdan chiqib olgan. Erkin qirg'inchilik davomlashayotgan bir paytda bu haqiqatan kishini afsuslantiradigan bir ahvol. İsrailiyaning G'azzaga qilgan hujumi davom qilayotganda, O'rta Sharqda 6 Xitoy paraxotining harakat qilayotganligi xabar qilindi. Janubiy Xitoy atganlik pochtasi gazetining xabariga qaraganda, 44-dengiz qo'g'dag'ich xizmat atriti 5-oydan boshlab bu rayonning doimiy harakatiga qatnashgan va oldingi hafta Omonda bir qancha kun turgan. Bu jarayonda dengiz armiyasi birlashma manevriga qatnashgan. Navbatda Paris qo'ltig'idan ayrilgan Xitoy dengiz armiyasiga tava urush paraxotlarining O'rta dengizga qarab ilgarilayotganligi ilgari surilmoqda. Xabar qilinishicha, Xitoyning eksport cheklamasi sababidan Ukrainaning uchquchsiz urush aeroplaniga erishishi texmi taslishi mumkin ekan. Egilanishicha, uchquchsiz aeroplanning ko'pincha Xitoyda ishlab chiqariladigan bo'lib, Rossiya va Ukraina har ikki taraf uchquchsiz aeroplanlarni Xitoydan oladi ekan. Yaqinda Xitoyning eksport cheklamasi sababidan uchquchsiz aeroplan masalasi andish paydo qilmoqda ekan. Angliyaning mudofaa masalasidagi oldingi qatordagi aqllar Ambiraxon jamiyati birlashma mulozimat institutining xabar qilishicha, Ukraina setib olgan uchquchsiz aeroplan soni oyda 10 mingdek ozayib ketgan. Israiliya davlat mudofaa ministri Yoav Gallant G'azzadagi harakatning 3 oy davomlashishi mumkinligini aytdi. Gallant mundaq dedi: "Bir oy, 2 oy yoki 3 oy vaqt ketishi mumkin, ammo oxirida Hamas qolmaydi." Yana bir tarafdan G'azzadagi Hamas kontrolligidagi Sahiya organi 7-oktyabrdan boshlab o'ldirilganlarning sonining 4651 ga yetganligini e'lon qildi. Bu organ o'ldirilganlarning 1873 nafarining bolalar ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Filippin paraxotlari bilan Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat atriti va boshqarilgan bomba paraxoti Janubiy dengizda so'qilib ketgan bo'lib, taraflar bu sababli bir-birini ayblagan. Filippin amaldorlarining aytishicha, Xitoy dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti va xalq askarlari paraxoti talash-tartish bo'layotgan Janubiy dengizda Filippin dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti va harbiy boshqarilgan ta'minlash paraxotini ayrim-ayrim so'qib o'tgan.